Bugun men har bir pensionerning farzandi, nabirasi va vasiylari bilishi shart bo'lgan juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar nimalarni qilishi taqiqlanadi. Qaysi harakatlar pensiyani to'xtatib qo'yishi, qayta hisob kitobga sabab bo'lishi yoki hatto ortiqcha olingan pulni qaytarishga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot hamma uchun kerak, chunki ko'pchilik men pensiyamni olyapman demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin bitta hujjatni vaqtida topshirmaslik, bitta o'zgarishni xabar qilmaslik yoki bank kartani boshqa odamga berib qo'yish katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men hozir ko'pchilik bilmaydigan, lekin hayotda juda ko'p uchraydigan holatlarni batafsil tushuntiraman. Avval odamlar pensiyani asosan naqd pul shaklida, pochta orqali yoki belgilangan joydan olib kelishardi. Mahallada hamma bir-birini taniydi. Pensionerning o'zi keladi, vakili keladimi? Ko'pincha og'zaki tushunish orqali ish bitardi. Lekin hozir tizim ancha o'zgargan. Pensiyalar bank kartalariga tushyapti. Elektron ma'lumotlar almashinuvi kuchaygan. Davlat organlari bir-biri bilan axborot almashyapti. Nogironlik, ish staji, ish haqi, yashash joyi, vafot etganlik holati, chet elga chiqish, ishga joylashish kabi ma'lumotlar bosqichma-bosqich tekshirilmoqda. Mana shu o'zgarishlarning eng katta natijasi shuki, endi hech kim bilmaydi degan gap deyarli ishlamaydi. Agar pensioner pensiyaga ta'sir qiladigan holatni yashirsa, masalan, vafot etgan odamning pensiyasi kartadan olinaversa yoki nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan odam tibbiy ko'rikdan o'tmasa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan shaxs o'qishni tugatgan bo'lsa-yu, buni bildirmasa, keyin bu pul ortiqcha to'langan deb topilishi mumkin. Ortiqcha to'langan summa esa qaytariladi. Ba'zida bu summa 1 million emas, 5 million emas, yillar davomida yig'ilib 20-30 million so'mgacha borib qoladi. Men bu mavzuda eng avval bitta muhim fikrni aniq aytaman. Oddiy pensioner pensiyasini qonuniy olib yursa, hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Bu video sizni qo'rqitish uchun emas, balki xatoga yo'l qo'ymaslik uchun. Chunki ko'p muammolar yomon niyatdan emas, bilmaslikdan kelib chiqadi. Masalan, bu bank kartasini o'g'liga beradi. Bolam, pensiyamni yechib kel deydi. O'g'il esa kartadan pul yechib keladi. Bu oddiy yordamdek ko'rinadi. Lekin karta, PIN kod, SMS xabarlar, ishonchnoma masalasi to'g'ri rasmiylashtirilmasa, keyin pul yo'qolsa, bank ham, pensiya jamg'armasi ham kartani o'zingiz bergansiz deb javob berishi mumkin. Birinchi taqiqlanadigan holat yolg'on ma'lumot berish. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ish staji, ish haqi, oila tarkibi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yashash joyi kabi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Agar odam ataylab noto'g'ri hujjat topshirsa yoki haqiqiy bo'lmagan ma'lumot bersa, bu keyin katta muammoga olib keladi. Misol uchun, bir kishi 25 yil ishlaganman deb hujjat beradi, lekin tekshiruvda 18 yil tasdiqlanadi. Agar shu noto'g'ri staj sababli pensiya ko'proq hisoblangan bo'lsa, farq qayta hisoblanadi va ortiqcha pul undirib olinishi mumkin. Ikkinchi taqiqlanadigan holat vafot etgan pensionerning pensiyasini olish. Bu eng og'ir va eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Tasavvur qiling, ota yoki ona vafot etdi, lekin uning bank kartasi farzandlarda qolgan. Kartaga yana pensiya tushdi. Kimdir baribir bu onamning puli edi. Dafn marosimiga ishlatdik deb o'ylaydi. Lekin qonun nuqtai nazaridan vafot etgan kundan keyingi davr uchun noto'g'ri tushgan pensiya qonuniy meros yoki avtomatik yordam hisoblanmaydi. Agar dafn uchun alohida nafaqa yoki to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, u alohida tartibda olinadi. Vafot etgan odamning kartasidan pensiyani yechib olish esa muammo tug'diradi. Masalan, pensioner 10 may kuni vafot etdi. Pensiya esa 2 may kuni kartaga tushdi. Farzandi kartadan 1 million 200 ming so'm yechib oldi. Keyin ma'lumotlar bazasi yangilandi, vafot holati aniqlanadi va bu summa ortiqcha to'lov deb chiqadi. Agar bunday holat bir necha oy davom etsa, masalan, karta uyda turgan, hech kim xabar bermagan, 6 oy pensiya tushib turgan bo'lsa, 1 million 200 mingdan 7 million 200 ming so'm bo'ladi. Keyin bu pulni qaytarish talab qilinadi. Agar ataylab yashirish alomatlari bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. Uchinchi taqiqlanadigan holat bank kartani va PIN kodni nazoratsiz boshqa odamga berish. Men bu yerda shuni tushuntiraman. Yaqin qarindoshga yordam so'rashning o'zi taqiqlangan emas. Ammo karta va PIN kod sizning moliyaviy xavfsizligingizdir. Pensionerlar ko'pincha
Men kartadan foydalanishni bilmayman, o'g'lim biladi deydi. Mayli o'g'il yordam bersin. Lekin eng to'g'ri yo'l bankda qo'shimcha karta. Ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini rasmiylashtirishdir. Chunki ertaga kartadan 2 million so'm yo'qolsa, pensioner men olmayapman, kelinim yechib olgan desa isbotlash qiyin bo'ladi. Bank nuqtai nazaridan karta egasi PIN kodni kimga bergan bo'lsa, javobgarlik ham o'sha odamning zimmasiga tushadi. 4-holat pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirish. Hamma pensiyalar bir xil emas. Yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Ayrim qo'shimcha to'lovlar va ustamalar bor. Ba'zi to'lovlar pensionerning holatiga bog'liq. O'qiyaptimi, ishlayaptimi? Nogironlik guruhi tasdiqlanganmi? Qaramog'ida kimdir bormi? Boshqa hududga ko'chdimi? Chet elda doimiy yashayaptimi va hokazo. Agar shu holat o'zgarsa, tegishli tashkilotga xabar berish kerak bo'ladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 20 yoshli talaba kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Agar u o'qishni tashlasa yoki sirtqi bo'limga o'tsa, bu pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Lekin u bu haqda xabar bermasa, yana cheks oy pul olsa, keyin oliygohdan ma'lumot kelganda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Mana shu yerda odamlar men bilmagan edim deydi. Lekin bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. 5-holat nogironlik bo'yicha belgilangan tibbiy ko'riklardan qochish. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bilan bog'liq ayrim to'lovlar tibbiy xulosa. Guruh va muddatga bog'liq bo'ladi. Agar nogironlik muddati 1 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Pensioner avval belgilashgan, endi borib yurmayman deb o'ylasa, to'lov to'xtashi mumkin. Ayrimlar vaqtida bormaydi, keyin 3 oy o'tib boradi. So'ng nega pensiyam tushmadi deb hayron bo'ladi. Chunki tizimda asos bo'lmasa, pul avtomatik davom etmasligi mumkin. 6-holat. Bir vaqtning o'zida qonunga zid ravishda bir nechta to'lovni olishga urinish. Ba'zan odamda bir nechta asos bo'ladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik. Lekin hammasini bir vaqtda to'liq olish har doim ham mumkin emas. Qaysi biri tanlanadi, qaysi biri qo'shiladi, qaysi biri alohida tartibda to'landi, buni mutaxassis bilan aniqlash kerak. Agar kimdir noto'g'ri ma'lumot berib, 2 joydan to'lov olsa, keyin ma'lumotlar solishtirilganda ortiqcha to'lov aniqlanadi. 7-holat pensiya hujjatlarini boshqa birovga sotish, garovga qo'yish yoki qarz evaziga bank kartani berish. Bu juda xavfli. Hayotda shunday holatlar bor. Pensioner qarz oladi. Qarz bergan odam, kartangizni menga bering, pensiya tushganda o'zim yechib olaman deydi. Pensioner majburlikdan rozi bo'ladi. Natijada har oy pensiyaning katta qismi boshqa odam qo'liga o'tadi. Bu pensionerning o'zini himoyasiz qoldiradi. Agar qarz bo'lsa, uni yozma shartnoma bilan qonuniy tartibda hal qilish kerak. Karta va PIN kodni berish esa o'zingizni xavfga tashlashdir. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ular ko'pincha kartadan foydalanishda, ariza yozishda, davlat idorasiga borishda boshqalarga tayanadi. Agar yordam berayotgan odam halol bo'lsa, yaxshi, lekin har doim ham shunday emas. Men pensionerlarga aytaman, yordam kerak bo'lsa, albatta yaqinlaringizdan yordam oling, lekin har bir operatsiyani bilib turing. Telefoningizga SMS xabar ulang. Bank ilovasini ishonchli farzandingiz bilan birga tekshiring. Har oy qancha pul tushganini va qancha yechilganini yozib boring. 2-navbatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qish shakli, oliygohdan ma'lumotnoma, oila tarkibi muhim bo'lishi mumkin. Misol uchun, 15 yoshga to'lgan bola kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirsa, ayrim hollarda pensiya davom etadi. Lekin u ishlashni boshladi, o'qishni tashladi yoki o'qish shakli o'zgardi. Bularni aniqlashtirish kerak. Har bir vaziyatni qo'shnim shunday o'lgan degan gap bilan emas, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idora orqali tekshirtirish kerak. 3-navbatda nogironlik pensiyasi olayotganlar. Chunki ularda tibbiy ko'rik muddati. Guruh o'zgarishi, mehnat qobiliyati darajasi, qo'shimcha imtiyozlar masalasi bor. Masalan, bir odamga 2 guruh nogironlik berilgan, keyin qayta ko'rikda 3 guruh belgilangan. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar odam eski ma'lumot bilan pul olishda davom etsa, keyin farq qayta hisoblanadi. Shuning uchun tibbiy xulosalar, ko'rik sanalari, hujjatlarning amal qilish muddatini alohida papkada saqlash kerak. 4-navbatda boshqa hududga ko'chgan pensionerlar.
Masalan, Samarqanddan Toshkentga ko'chdingiz yoki bir tumandan boshqa tumanga doimiy yashash uchun o'tdingiz. Ro'yxat yashash manzili, bank filiallari, pensiya to'lov manzili bo'yicha o'zgarish bo'lishi mumkin. Bugungi elektron tizimda ko'p narsa avtomatik bo'lsa ham, o'zi to'g'rilanib ketadi deb kutib o'tirmaslik kerak. Bir marta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, hammasi to'g'ri ko'chganini tekshirtiring. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, o'zingiz tirik, yashash joyingiz aniq, bank kartangiz o'zingiz nazoratida bo'lsa, hech qanday o'zgarishni yashirmayotgan bo'lsangiz, qo'rqishga asos yo'q. Davlat pensiyani bekordan bekor to'xtatmaydi. To'xtash yoki qayta hisob-kitob odatda ma'lumot yetishmaganda, hujjat muddati tugaganda, ortiqcha to'lov aniqlanganda yoki qonuniy asos o'zgarganda yuz beradi. Masalan, 68 yoshli otaxon bitim yili ishlagan. Pensiyasi har oy kartaga tushadi. U kartasini o'zi ishlatadi. Telefoniga SMS keladi. Har qanday shubhali holatda bankka murojaat qiladi. Bunday odam uchun asosiy xavf firibgarlardan ehtiyot bo'lishdir, xolos. Hech kim hamma pensionerlarga pensiya to'xtaydi deyotgani yo'q. Gap shundaki, hamma pensionerlarga ayrim xavfli harakatlar taqiqlanadi. Yolg'on ma'lumot berish, vafot etgan odam nomidan pul olish, kartani nazoratsiz topshirish, o'zgarishni yashirish, hujjat muddatini e'tiborsiz qoldirish. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki bankka borishi qiyin bo'lsa, pensiyani boshqa odam olib berishi mumkin. Lekin buni og'zaki emas, qonuniy tartibda rasmiylashtirish kerak. Ishonchnoma notarial tartibda yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa tartibda rasmiylashtirilishi mumkin. Ishonchnomada kimga, qaysi huquq berilgani, qancha muddatga berilgani aniq yoziladi. O'g'limga ishonaman degan gap hayotiy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat: pensionerning o'zi kartani ishlata olmasa. Bu holatda bankdan maslahat oling. Ba'zi banklarda ishonchli shaxs orqali xizmat, qo'shimcha karta, mobil ilova bo'yicha cheklovlar, SMS xabarnoma, operatsiya limitlari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, kartadan bir kunda 500 ming so'mdan ortiq yechilmasin deb limit qo'ysangiz, firibgarlik xavfi kamayadi. Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa, telefonga kelgan kodni hech kimga aytmaslikni oila a'zolari doim eslatib turishi kerak. Uchinchi nozik jihat: ortiqcha to'lov har doim ham firibgarlik degani emas. Ba'zan tizim xatosi, ma'lumot kechikishi yoki hujjat yangilanmagani sababli ortiqcha pul tushadi. Lekin bu pulni xudo berdi deb sarflab yuborish to'g'ri emas. Agar siz pensiya miqdori birdan ko'payib ketganini ko'rsangiz, masalan, har oy 1 million 800 ming olardingiz, bu oy 3 million 600 ming tushdi. Darhol aniqlashtiring. Balki qayta hisob-kitob bo'lgandir, balki 2 oylik to'lovdir, balki xato o'tkazmadir. Aniqlashtirmasdan sarflasangiz, keyin qaytarishga to'g'ri kelishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat: ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kesiladi deb qo'rqadi. Har bir holatni alohida ko'rish kerak. Yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlashi ko'p hollarda taqiqlanmagan. Lekin ayrim ustamalar, nafaqalar, maxsus to'lovlar yoki ma'lum toifadagi pensiyalar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlasam pensiyamdan ayrilamanmi degan savolga umumiy javob bermasdan o'z pensiya turini tekshirtirish kerak. Ishga kirganingizda mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy ma'lumotlar elektron tizimga tushadi. Demak, yashirish foyda bermaydi. 5-nozik jihat: chet elga ketish. Agar pensioner vaqtincha mehmonga borsa, davolanishga borsa yoki farzandinikida bir necha oy yashasa, bu alohida masala. Agar doimiy yashash uchun chet elga ko'chsa, pensiya to'lov tartibi, hujjat tasdiqlash, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Eng katta xato ketib qolib, hech kimga xabar bermaslik. Keyin karta boshqalarda qoladi, pul yechiladi. Pensionerning o'zi esa vaziyatdan bexabar bo'ladi. Bu moliyaviy va huquqiy muammo keltirib chiqaradi. 6-nozik jihat: pensionerning sog'ligi yomonlashib, muomalaga layoqati masalasi yuzaga kelganda. Agar inson o'z pulini boshqara olmaydigan holatga kelgan bo'lsa, qarindoshlar o'zicha kartani olib qo'yish emas, qonuniy vasiylik yoki homiylik tartibini o'rganish kerak. Chunki pensionerning puli uning shaxsiy mablag'i. Uni men qarayapman, demak pensiyasini men olaman deb o'z boshimchalik bilan sarflash mumkin emas.
Qarov xarajatlari bo'lsa, u ham imkon qadar shaffof bo'lishi kerak. Dori-darmon, oziq-ovqat, parvarish uchun ketgan xarajatlarni yozib borish yaxshi odat. Birinchi qadam, pensiya turini aniq biling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Ko'pchilik buni aralashtirib yuboradi. Hujjatlaringizni oling. Pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot oling. Mening to'lovim qaysi asosda tayinlangan, qanday holatlarda o'zgaradi deb so'rang. Ikkinchi qadam. Hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxalari, ish stajiga oid ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'lsa tibbiy xulosalar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish ma'lumotnomalari, bank rekvizitlari, ishonchnoma nusxasi bo'lsin. Bu papka uyda tartibli tursa. Har qanday tekshiruv yoki qayta murojaatda sarosimaga tushmaysiz. Uchinchi qadam, o'zgarish bo'lsa yozma murojaat qiling. Masalan, yashash joyingiz o'zgardi, ishga kirdingiz, o'qish tugadi, nogironlik guruhi o'zgardi. Pensioneri vafot etdi, bank kartasi yo'qoldi. Bunday holatda og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli bankka murojaat qiling. Ariza topshirsangiz, uning qabul qilingan sanasi, raqam yoki tasdiq hujjatini saqlab qo'ying. To'rtinchi qadam, bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga bermang. Pensiyangiz ko'payadi, kodni ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bank xodimi hech qachon sizdan to'liq karta raqami, PIN kod yoki SMS kodni so'ramaydi. Agar kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Keyin yangi karta oling va pensiya jamg'armasiga rekvizit o'zgarganini bildirish kerakmi yo'qmi aniqlashtiring. 5-qadam. Har oy tushgan pulni tekshiring. Telefoningizda SMS bo'lmasa, bankdan ko'chirma oling. Masalan, oyning inikkan sanasida 1 million 7 ming so'm tush kerak edi, lekin 1 million 200 ming tushdi. Yoki aksincha 3 ming tushdi. Buni e'tiborsiz qoldirmang. Sababini darhol so'rang. Kam tushsa ehtimol ushlanma bor. Qarzdorlik bor, qayta hisob-kitob bo'lgan. Ko'p tushsa ehtimol qo'shimcha to'lov yoki xato. Har ikki holatda ham aniqlashtirish kerak. 6-qadam, pensioner vafot etganda to'g'ri harakat qiling. Avvalo o'lim haqidagi guvohnomani rasmiylashtiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli idoraga xabar bering. Bank kartasini o'zboshimchalik bilan ishlatmang. Dafn nafaqasi yoki boshqa qonuniy to'lovlar bor yo'qligini aniqlashtiring. Meros masalasi bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Bu tartib biroz vaqt oladi, lekin keyingi janjal, qarzdorlik va ortiqcha to'lovlardan saqlaydi. 7-qadam, agar ortiqcha to'lov haqida xat kelsa vahimaga tushmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Avval hisob-kitobni so'rang, qaysi davr uchun qanday sabab bilan qancha so'm ortiqcha to'langan. Hujjatlarni tekshiring. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bildiring, dalillarni qo'shing. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish tartibi, bo'lib to'lash imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Eng yomon yo'l xatni yashirib qo'yish va o'zi yo'qolib ketadi deb kutish. Bunday qarz keyin kattalashishi yoki majburiy undirishga o'tishi mumkin. 8-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Pensionerlar ko'pincha uyalmay so'rash kerak. Bolam, kartamdan qancha pul yechding? Qayerga ishlatding? Menga ko'rsat. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Farzandlar ham ota-onaning pensiyasini oilaviy umumiy pul deb qaramasligi kerak. Bu birinchi navbatda pensionerning o'z ehtiyojlari. Dori, ovqat, kiyim, kommunal to'lovlar, parvarish uchun berilgan mablag'. Agar pensioner rozi bo'lsa ham hamma narsa halol va aniq bo'lishi kerak. Bugun men tushuntirgan asosiy fikr shuki, pensionerlar uchun eng xavfli taqiqlangan harakatlar bu yolg'on ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish. Vafot etgan odamning pensiyasini olish, bank kartani nazoratsiz berish, hujjat muddatlarini e'tiborsiz qoldirish va ortiqcha tushgan pulni aniqlashtirmasdan sarflashdir. Agar siz hammasini qonuniy qilsangiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa va har bir o'zgarishni vaqtida bildirsangiz, pensiyangiz bo'yicha ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Mening tavsiyam, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangiz xavfsizligini ko'rib chiqing. Pensiya turini aniqlang va oilangizda kimdir pensioner bo'lsa, bu ma'lumotlarni unga tushuntiring.
Kommentariyada yozing. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol bor? Qaysi holat sizni ko'proq xavotirga solyapti? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot odamni katta qarzdan, asabiylashishdan va keraksiz muammolardan saqlab qolishi mumkin.